Bitta kvartirani sotib, o'rniga uchastka olmoqchimidingiz? Mana sizga 75 ming dollardan tayyor podключ holatdagi uchastkalar. Maydon 1,5 sotuvk bo'ladi. Lokatsiyamiz Kelis Abdurahmonovda joylashgan. Mahallani ham ko'rishimiz mumkin. Faizli mana shunaqa mahallada bo'ladi. 4 uchastkamizga qurib bitkazilgan. Aka-uka, qarindosh urug' olaman desanglar ham zo'r variant. Planirovkasini ko'radigan bo'lsak, bitta mashina sig'adigan joy, burchida sanuzil va ozgina zelen zonalari ham bor. Hozir ichkarini o'zim tushuntirib beraman. Uyimizni planirovkasi keladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek tepli pol qilingan. Mana bunaqa katta holni ko'ramiz. Xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi xonadan boshlayman. Bu yerda kuxna joylashgan bo'ladi. Kattagina razmerda, kotyollar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Radiator tizimda ham istiladi. Dars yuramiz. Undan keyin esa zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Orqa hovlisi ham bor. Va bu yotoqxonaga keladigan bo'lsa, birinchi yotoqxonamiz, bolalar yotoqxonasi deyish mumkin. Undan keyin yana bitta bolalar yotoqxonasi, ikkinchi xona bo'ldi. O'rtada bitta umumiy sanuzil, kafellar terilgan va uchinchisi kattaroq razmerda yotoqxona. Ko'rib turganingizda bitta kvartirani sotib, o'rniga 4 xonali uchastkaga o'tsanglar bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Bitta kvartirani sotib, o'rniga uchastka olmoqchimidingiz? Mana sizga 75 ming dollardan tayyor podключ holatdagi uchastkalar. Maydon 1,5 sotuvk bo'ladi. Lokatsiyamiz Kelis Abdurahmonovda joylashgan. Mahallani ham ko'rishimiz mumkin. Faizli mana shunaqa mahallada bo'ladi. 4 uchastkamizga qurib bitkazilgan. Aka-uka, qarindosh urug' olaman desanglar ham zo'r variant. Planirovkasini ko'radigan bo'lsak, bitta mashina sig'adigan joy, burchida sanuzil va ozgina zelen zonalari ham bor. Hozir ichkarini o'zim tushuntirib beraman. Uyimizni planirovkasi keladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek tepli pol qilingan. Mana bunaqa katta holni ko'ramiz. Xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi xonadan boshlayman. Bu yerda kuxna joylashgan bo'ladi. Kattagina razmerda, kotyollar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Radiator tizimda ham istiladi. Dars yuramiz. Undan keyin esa zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Orqa hovlisi ham bor. Va bu yotoqxonaga keladigan bo'lsak, birinchi yotoqxonamiz, bolalar yotoqxonasi deyish mumkin. Undan keyin yana bitta bolalar yotoqxonasi, ikkinchi xona bo'ldi. O'rtada bitta umumiy sanuzil, kafellar terilgan va uchinchisi kattaroq razmerda yotoqxona. Ko'rib turganingizda bitta kvartirani sotib, o'rniga 4 xonali uchastkaga o'tsanglar bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Bitta kvartirani sotib, o'rniga uchastka olmoqchimidingiz? Mana sizga 75 ming dollardan tayyor podключ holatdagi uchastkalar. Maydon 1,5 sotuvk bo'ladi. Lokatsiyamiz Kelis Abdurahmonovda joylashgan. Mahallani ham ko'rishimiz mumkin. Faizli mana shunaqa mahallada bo'ladi. 4 uchastkamizga qurib bitkazilgan. Aka-uka, qarindosh urug' olaman desanglar ham zo'r variant. Planirovkasini ko'radigan bo'lsak, bitta mashina